o'xshagan aqballardan ko'ra shunaqa qizlarni sovchisi ko'p bo'ladi. Taxminan 6-7 sinflar edik. Maktabda mehnat darsida qizlar bilan gaplashib, nimadir yasab o'tirgandik. Shunda gapdan gap chiqdi-da, kim qancha dars qilish haqida gap ketdi. Biz birinchi bo'lib uyga borardik, darsimizni qilardik. Doim birinchi o'rinda dars turgan. Ishlarga deyarli aralashmaganmiz. Shunda kimdir aytdi, "Men ishlarimni qilishim kerak edi, vaqtim bo'lmaydi" dedi. Supurish, idish yuvish, nimadirlar. Keyin nimadirlar gaplashgan bo'lsa kerak, o'qituvchimiz bizga qaratdi. Kelajakda sizlarga o'xshagan aqballardan ko'ra shunaqa qizlarni sovchisi ko'p bo'ladi. Onamni qo'lidan ishini oladi deb aytdi. O'sha payt men uchun juda ham g'alati tuyuldi, balkim shuning uchun hali ham esimda qolib ketgandi. Shunday qilib yil o'tdi, maktab bitirdik, universitetga kirdik, sochimiz o'zimizga yarasha bo'ldi, turmushga chiqdik. Ustozimiz aytgandek, haqiqatan shu qizlarni onamni qo'lidan ishini oladi deb kelin qilishdi. Ilmni qadrlaydigan xonadonga kelin bo'ldik. Turmushga chiqishimdan oldin ovqat qilishni bilmasdim, uy ishlarini ham uncha bilmasdim. Lekin undan keyin o'rganib ketsa bo'lar ekan, shu narsalarni eplasa bo'lar ekan. Lekin ilmni o'sha vaqtida olinmasa, undan keyin qiyin bo'ladi. Onajonlar farzandingiz uchun agar xohlamayaptimi uy ishlarini, mayli qo'yib yuring. O'sha vaqtgacha eplab ketadi. Lekin undan oldin ilm olishga yetarli sharoit yaratib bering.